Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 28-oktyabr. Hafta kuniga seshanba. Bugun do'stlar bir hafta bo'ldi, xudo xolasa. Novxchamiz kelganiga sutlar berilyapti. 3 mahal 2 litrdan sut ichyapti novxosimiz. Hozir ham o'sha sut beradigan vaqt bo'lyapti. Bir hafta bo'ldi, novxosda o'zgarishini ko'ringlar. Kunlik 6 litr sut ichyapti do'stlar. Nuqtada keluvdi, qo'yib yubordik. Endi mazza qilib gazonda yurganda yuribdi. Qo'rada. Nasıl erkin katta bo'lyapti, orqalarini ko'rishlaring mumkin. Ayva qilib qo'y. Ayva. Ayva. Xudo xolasa keyingi haftaga bunga bitta sheri olamiz, molga bitta sheri olamiz. Shu bilan xudo xolasa qishga kirib ketamiz. Shu bilan. Bo'zeydi holatiga baho beringlar. Oldingi videoni ko'rib, bo'zeydi holati bilan endi bu holatni bir solishtirib ko'ringlar do'stlar. Uzunliklari, old taraflari, taylariga somon solib qo'yganmiz. Bu orqa tarafi. Do'stlar, sizlar bilan quvvali bola bo'ldi. Ko'rib baho beringlar bunga. Sog' salomat bo'linglar, charchamanglar.